Uch xonali birinchi etaj. Oldi orqa огородlarimiz bor. 78 kvadrat metr, 84.500 dollarda boshlang'ich narxda. Manzilimiz Yunusobod 19-kvartal, infrastrukturalarimiz juda ham yaxshi. Xo'p, qarang, podyezddan kirish eshigimiz. Bizda uzungina katta bir qo'shganimiz bo'ladi. Bu ulug'chini 2.6 balkonligimiz. Xo'p, bu yog'imizda esa bizda zalimiz bo'ladi 3.5 ga 520. Remontlari toza kirib yashaydigan uy. Keling, chap tarafimizda birinchisi bizda jetski, oldi orqa ko'rim yushotkalari mavjud. Bu tarafimizda esa bizda spalnimiz bo'ladi. 3 xona 78 kvadrat. Xo'p, keling, bu yog'imizda to'shini komnata kladovvoy qilib foydalansangiz bo'ladi. Sanuzellarimiz ham alohida. Bu yog'imizda hojatxona, bu yog'imizda esa bizda hammom bo'ladi. Shu bilan oshxonaga kiramiz. Oshxonamizda balkonga ko'chirilib, bu yerda yana bitta o'tirib ovqatlanadigan zona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu tarafimizda esa balkonimizda tapchan, balkon 2 ga 6. Plus orqa tarafga огород chiqishi eshik ochiladigan. 84.500 kelishiladi, aloqaga chiqamiz.